Bugun seni uzatamiz. Mamlakatga sovchilaringizni jo'nating. Kechasi birdami? Ha, ertalab sovchilar kelyapti, boshqasi uzatib borishadi. Bo'pti, bersa beraversin. Bo'ling. Xo'p, boramiz hozir uydagilarni yo'qotay. Kela techi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qulchilikka keldik. Qulam qulaysa kerak hozir. Yo'q, ostonangizni supurgani keldik. Shu ostonani ertalab obed supuraylik. Sovchilikka keldik. Yarim kechasi kelgan kallangga qo'ymani. Yoting, qani yotingchi. Bismillahirrohmanirrohim. Qaraysiz, soli yaxshimi ishlayapti. Mayqa, quduqxonani chaqiring. Kelin. Chaqiring. Keling, nima xizmat? Tinchlikmi? Soli yaxshimi ishlayaptimi? Mana qarang, shu zalda gaplashaylik, cho'tib uxlab qo'yibdi uni. Aka. Tepadan tushib ketdim böyle. Qarang, xullas sizda bitta gul bor ekan, bizda bitta bulbul bor. O'zi hamma bulbulni uxlayapti, sen ham bulbulni uxlamasan-da. Va shu uxlamagani uchun keldik-da bulbul. Bilen. Yana tushib ketdim. Ko'p tushib ketyapsiz-da. Mayli, mahriga nima so'raysiz? Mahri qizimdan so'raysizda, qizim aytadi. Menga sut pulni berasiz. Beramiz. Bo'ldi. Kerak bo'lsa sutdan ham beraverman, lekin idishini olib qolaman, xo'pmi? Yo'q, idish o'zimizda bor. May qaraylik. Shu ishni ayol hal qilsin. Gaplashyapti-yu.